Olimjon To'xtanazarov aslida kim? Deputatmi yoki advokatmi? Yoki pul bersa nohaqni haq qilib ko'rsatadigan blogermi? Advokatman deb tanishtirdi o'sha akani. Mana ichkariga kirdik, xonada men advokatman deb tanishtirdi o'zi. Jamoatchilikka ma'lum bo'lgan ma'lumotlarda u deputatlik daxlsizligidan ham pora bilan bog'liq holatlar sabab chetlatilgani tilga olinadi. 2-3 marta pul bilan tushgan odam ekan, asli o'zi. Prezident blogerman degan bilan. YouTube'larda ko'rdik-da biz o'sha nima. Endi qanday besharqni u dahodan himoya qiladi? Bu aka $500 bilan tushgan ekan qo'liga, qamalib chiqqan ekan, sudlangan ekan. Bu oddiy lavozim almashinuvi emas. Bu ishonch yo'qotilganiga oid jiddiy signal. Namangan viloyatining Pop tumani bilan bog'liq holatlarda e'tiborni tortadigan bir jihat bor. Mazkur bloger tomonidan tuman haqida chiqarilgan deyarli har bir video ortidan tuman hokimligining matbuot xizmati rasmiy munosabat bildirib kelgan. Ya'ni vakolatli organ tomonidan izoh ham berilgan, javob ham qaytarilgan. Shunga qaramay bloger hali ham norozi, hali ham bir yoqlama chiqishlarini davom ettirmoqda. Shifoxonalarga ham, kam ta'minlanganlarga ham tadbirkorlar yordam qilib turar ekan, to'g'rimi? Deb buzilishga qarshilar ham ayollar ham. Ha, qarshimiz. Qozog'istonga, Rossiyaga ishga chiqmay turadi yigitlar ham. Demak, buni buzilishiga qarshilar ham. Albatta qarshiman. Savol tug'iladi. Agar rasmiy javoblar mavjud bo'lsa, agar tushuntirish berilgan bo'lsa, nega baribir haqiqatning ikkinchi tomoni e'tibordan chetda qolyapti? Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan tasvirlarda esa bir davlat tashkilotiga bostirib kirib, to'polon ko'targan, baland ovozda baqirib, xizmat jarayoniga xalaqit bergan bloger ko'rinadi. Bu tanqidmi yoki bosim o'tkazishmi? Agar inson sud qarorlarini mensimasa, davlat idoralariga hurmatsizlik bilan kirib shovqin ko'tarsa, har bir holatda o'zini xalq himoyachisi qilib ko'rsatsa-yu, lekin qonuniy jarayonlarga bir og'iz izoh bermasa, bu adolatmi yoki manfaat? Eng xavflisi shundaki, bunday chiqishlar xalqni qonunga qarshi qo'yadi, hukumat qarorlarini obro'sizlantiradi. Blogerlik davlat idorasida baqirish emas, blogerlik mas'uliyat. Aks holda bu axborot emas, provokatsiya bo'lib qoladi. Sud qarori bilan noqonuniy qurilmalar buzilayotganiga qarshilik qilayotgan bu blogerning o'ziga tegishli bo'lgan yerlar qonuniymi? Hujjatlar joyidami? Yoki bu yerda ham ikki xil o'lchov bormi? Keyingi ko'rsatuvlarimizda aynan shu masala, ushbu blogerga tegishli bo'lgan yerlar va ularning qonuniyligi haqida gaplashamiz. Ertaga bu ko'chib ketsa, pastda turgan aholini 65 metrli joydan tushib ketsa nima bo'ladi?